Hozir kofe ichib turib bir narsani o'ylab qoldim. Men nimaga aynan kofe oladigan joyimni almashtirdim. Nima uchun men boshqa joydan olaman? Tam uchun emas, tam bir-biriga juda ham o'xshash, chunki har doim обычный или mindarli или kokosовый sirop bilan yarimta porsiya и rafga o'zgartirganman, kстати. Nima uchun o'zgartirib? Bitta joydan boshqa joydan yo'limga teskari shu. Meni yo'limga yo'l tomon, ya'ni bir marta nazorat qilib aylanib o'tib ketish kerak. Yo'limga teskari bo'lsa ham nima uchun bitta joydan olaman? Chunki bir marta oldim, ikkinchi marta kirgan paytimda yarimtadan mindarli topdi. Birinchidan xursand bo'ldim, eslab qolibdi. Razmerini ham eslab qolyapti, mindalniligini ham eslab qolyapti. Keyin yarimta porsiya solish kerakligini ham eslab qolibdi-da. Xursand bo'ldim-da. Har doim shunga boradigan bo'ldim. Ya'ni klientda orientirованность на высшем уровне. Zo'r bitta filialda o'sha bola o'tirar ekan har doim. Har doim eslab qolyapti-da. Nima qilmayapti, nima deydi? Har safar qayta so'rab, nimadirlar qilib, qayta so'rab, voy bitta solib qo'yibman, uzr, yoki voy uzr, siropini almashtirib qo'yibman degan gaplar yo'q deydi.